Assalomu alaykum kanal a'zolari. Mana bugun yana bitta mijozimizga Dokipay firmasini yana bitta chilipchisini jo'natyapmiz. Bu seriyasi Evraziya seriyasi kirib, figurasi Slantis deyiladi. Ya'ni qadimdan bo'lgan anaqa kirpishli variantdagi chilipitsa. Buni rangi jigarrang ko'rinishda. Hozir bitta videoda unchalik ko'rinmayapti. Sifatiga kelgan bo'lsa, qalinligi 208 mm lik. Ko'rishingiz mumkin. Haqiqatan dobrotniy zo'r ishlangan. Doki firmasi bu turetskiy emas, oldindan eslatib qo'yamiz. Bu Rossiyada ishlab chiqarilgan, Yevropa uchun mo'ljallangan chilipitsalardan bittasi. Garantiyali sroki mana ko'rishingiz mumkin, 20 yillik. Kimga shunaqa chilipitsalar kerak bo'lsa, aloqaga chiqsanglar, chiroyli narxlarda xudo xolasa qilib beramiz. Yoddan ko'taribdi, bu chilipitsamiz ham 1 metr kvadrati. Xudo xolasa 125 ming so'mdan bo'lyapti. Kimga kerak bo'lsa, yetarli ob'yemda bor hozirda skladimizda. Aloqaga chiqaverasizlar.